Bir podshohning jazolash uchun saqlaydigan yovvoyi itlari bor edi. Kim aybdor deb topilsa, shu itlarga tashlanardi. Bir kuni podshohning eng sodiq xizmatkorlaridan biri arzimas xatoga yo'l qo'ydi. Podshoh g'azab bilan uni itlarga tashlang deb buyruq berdi. Xizmatkor esa boshini egib, men sizga 10 yil halol xizmat qildim. Menga atiga 10 kun muhlat bering dedi. Podshoh rozi bo'ldi. O'sha 10 kun davomida xizmatkor itlarga qaradi. Ularni boqdi, mehr berdi, yaralarini davoladi. Har kuni ularga g'amxo'rlik qildi. Nihoyat jazo kuni keldi. Butun saroy yig'ildi. Xizmatkor yovvoyi itlar orasiga tashlandi. Lekin kutilmagan voqea yuz berdi. Itlar unga tashlanmadi. Aksincha, uning atrofiga yig'ilib, dumlarini likillatib, yuz-ko'zlarini yalay boshlashdi. Hamma hayratda qoldi. Podshoh g'azab va hayrat bilan "Mening itlarimga nima qilding?" deb baqirdi. Shunda xizmatkorning javobi barchaning yuragiga yetib bordi. Men ularga atiga 10 kun xizmat qildim. Ular esa qilgan yaxshiligimni unutmadi. Sizga esa 10 yil sadoqat bilan xizmat qildim. Lekin siz birgina xatoyim sabab hammasini unutdingiz. Hayotning achchiq haqiqati shuki, ba'zi insonlar birgina yaxshiligingizni umr bo'yi eslaydi. Ba'zilariga esa butun umr mehr bersangiz ham qadrlashni bilmaydi. Shuning uchun yaxshilik qilayotganingizda kim uchun qilayotganingizni unutmang. Chunki vafodorlik har doim ham inson qiyofasida bo'lavermaydi.